Iffat serialining 74-qismi 13 yanvar 2026-yil kuni soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi bilan voqealar yanada keskinlashgan pallani boshlab beradi. Ushbu epizod tomoshabinni Kamron va Shirinning murakkab taqdiri bilan yana bir bor yuzma-yuz qoldirib, ularning hayoti qanday sinovlardan o'tayotganini chuqurroq his qilishga undaydi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari bu qismda ayniqsa yorqin namoyon bo'ladi. Kamron qabul qilayotgan qarorlar uning ichki kurashini ochib bersa, Shirin obrazi sabr va qat'iyat ramziga aylanadi. Voqealar rivoji shuni ko'rsatadiki, haqiqiy muhabbat faqat his-tuyg'u emas, balki mas'uliyat va fidoyilikni ham talab qiladi. Serial ijodkorlari har bir sahnada mayda detallar orqali katta ma'nolarni yetkazishga erishgan. Dialoglar tabiiy, hissiyotlar esa samimiy tasvirlangan bo'lib, tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Musiqiy bezak va kadrlar uyg'unligi syujetdagi keskinlikni yanada kuchaytiradi. Iffat navbatdagi qismi bilan ham o'zining mazmunli va hayotga yaqin dramatik serial ekanini isbotlaydi. 74-qism tomoshabinda kuchli taassurot qoldirib, Kamron va Shirinning kelajagi qanday bo'lishi haqidagi qiziqishni yanada oshiradi.